Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani, ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Dam mahallasida yashovchi, ayni damda chet elda bo'lgan Rahmonov Sirojiddin aka bilan bog'landikmi? Yaxshimisiz? Omonmisiz akajon? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Allohga shukr. Har doim sog' salomat bo'ling. Bugungi go'zal ayyom Ramazon hayiti hamda kirib kelayotgan Navro'z bayrami va bugungi unutilmas ajoyib kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham hayit bayrami kelgan Navro'z bayramlari bilan tabriklayman. Rahmat, birga bo'lsin ilohim. Hamisha xonadoningizda yaxshi kunlar, yaxshiliklar hamroh bo'lsin. Bugungi chiroyli ayyom bahona sizga oz bo'lsa-da shodlik ulashaylik deya yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali O'zbekistondan qo'ng'iroq qilayotgan edik. Bugun bizning loyihamizga mehribonlaringizdan birlari o'ziga xos dil izhorlarini, tabrik xatlarini mehr bilan yozib yuborishgan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu maktublarning muallifi kim bo'lishi mumkin? Farzandlarimda. Yana kimdan ko'proq taxmin qilyapsiz? O'zi surprizlarni kim yo'llab turadi odatda? Surprizlari ko'proq qizim yo'llab turadi. Avvallar ham olganmisiz shunaqa g'oyibona tabriknomalar? Olganman, olganman, ilk qizimdan, o'g'limdan. Albatta farzandlarni otaga mehri bo'lakcha bo'ladi, ayniqsa qizlarniki. Lekin bugun sizga kelgan maktublar dilingizni yana ham xursand qilishi, shod qilishi tayin. Chiroyli dilnomalarni bugun barcha farzandlaringiz, yaqinlaringiz nomlaridan ahli ayolingiz Rahima opamiz yo'llabdilar. Kutilmagan sovg'a bo'ldimi yoringizdan kelgani? Sovg'a zo'r bo'ldi bu. Albatta-da, ular ham sizni yaxshi ko'rganliklaridan oz bo'lsa-da qo'ndiray yorimni, begimni deb sizni sog'inib, qalblari mehrga to'lib toshib, chiroyli izhorlarni yozibdilar. So'ragandik siz haqingizda qanday insonlar vafodoringiz deganimizda aytdilarki, dadajonisini juda ham yaxshi ko'raman. Duolarimda qanday juft halolni so'ragan bo'lsam, Allohim menga undan-da ziyoda fazilatlar egasini Sirojiddin akani bergan. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Bizni deb, farzandlarimizni deb olisda mehnat qilmoqdalar. Ilohim mehnatlarini, rohatlarini ko'rib yursinlar. Birgalikda bundan-da go'zal kunlarga guvoh bo'lamiz hali. Men bunga ishonaman, chunki sevgimiz abadiy. Shu sevgimiz bor ekan, hayotimiz yanada chiroyli bo'laveradi dedilar. Rahmat. Ilohim, baxtlariga doimo siz ham sog' salomat bo'ling. Hali bu hammasi emas. Ahli ayolingiz o'zingizga ayta olmagan, lekin dillarda hamisha javohir kabi asrab, qalblarda mehr muhabbatlari jo'shirib turgan go'zal tuyg'ularni maktublarga yozib jo'natganlar. Shularni o'qib eshittirsak maylimi? Mayli. Rahmat. Nimalarda
eshitmay bo'laman. Albatta, Albatta, albatta. yo'limiz eshitmay bo'laman. Dedim, eshitamiz endi. Sizning qalbingiz ham sog'inchga to'lib turgan bo'lsa kerak-a? Ko'nglim hozir bitta bir boshqacha bo'lib. Ular gapim kelmay qolyapti o'zimlarda. Unda ko'nglingizga taskin beruvchi jumlalarni o'qib eshittiramiz. Tayyormisiz? Tayyorman, eshitamiz. Rahmat. Assalomu alaykum, begim. Bugun sizning kuningiz. Oddiy kun emas. Bugun qalbimning egasi, hayotimdagi eng qadrli inson, jufti halolim, farzandlarimizning jondan aziz dadajonisi. Sizning tug'ilgan kuningiz. Bilasizmi, yorim? Siz bu hayotga kelmaganingizda men bugungi baxtimni tasavvur ham qila olmas edim. Siz bilan yashash orzularimning haqiqatidir. Siz menga nafaqat turmush o'rtog'i, balki hayot yo'ldoshi, suyanadigan tog', sukunatda ham ishonch bo'la oldingiz. Hozir musofir yurtda biz uchun mehnat qilmoqdasiz. Har bir peshona teringiz biz uchun baraka. Har bir bosgan qadamlaringiz esa biz uchun himoyadir. Men va farzandlarimiz sizni juda ham sog'indik. Yuragimizda sizga bo'lgan mehr muhabbatimiz ayni damda, ayni ayyom bahona jo'shirmoqda. Aslida ham biz sizni butun qalbimiz bilan har doim yaxshi ko'rganmiz. Siz bilan bo'lgan har bir daqiqa men uchun bebaho xazina, yorim. Ovozingiz qalbimdagi eng totli musiqa, nigohingiz tinchligim, mehr e'tiboringiz eng katta boyligimdir. Yaratgan egam sizni har doim o'z panohida asrasin. Sog'lik, kuch-quvvat, halol rizq va uzoq umr ato etsin. Dadajonisi, sizni duo bilan kutmoqdamiz. Quvonch bilan mehringizni, sog'inchingizni qumsamoqda bu dillarimiz. Vafodorim, bugungi ayyom bahona sizga dil so'zlarimni aytmoqchiman. Men uchun vafodor yor bo'lib, qalbimni mehr muhabbatga to'ldirganingiz, ayollik, onalik baxtini nasib etganingiz uchun sizga rahmat. Allohim bizni abadiy birga qilsin. Birgalikda qilgan orzularimiz ijobati uchun harakat qilayotganingiz uchun ham rahmat. Begim, yaxshi ham borsiz. Alloh bergan eng go'zal ne'matim o'zingizsiz. Siz bilan mening har daqiqam, har onim go'zal. Barchasi uchun sizga rahmat. Siz bilan jannatlarda ham birga bo'lmoqlikni niyat qilgan yoringizdan arzimas sovg'asini qabul qiling, debdilar ahli ayolingiz. Rahmat. Kayfiyat Sizlarni baxtiga omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Ilohim. Qalbingizda qanday hislar kechmoqda endi? Kayfiyatlar biroz bo'lsa-da ko'tarildimi? Xursand bo'ldingizmi tabriklardan? Bu nimalarda bu ta'riflarda xursand bo'laman. Hozir xursandchilikdan yig'lamayapman. Turmushingizni ilk yillari, chiroyli yoshlik damlaringiz xayolingizdan o'tgan bo'lsa kerak-a, bu muhabbatga to'la tabrikni eshitib. Bildingiz, ne bo'ldi? Amma siz iskilmalar, bo'shlardan masidan tabrikdan hammasini o'qib ketdi, o'chib ketdi. Albatta, qalbingizdagi mehr muhabbat sofda, shuning uchun ham dilingiz bir-biringizga yaqin. Ahli ayolingiz ham mana shu go'zal mehr muhabbat bilan o'tgan yillaringizni xotirlab, barchasi uchun rahmatlarini aytib, qalblardan eng go'zal so'zlarni saralab yozgan ekanlar bu tabriklarni. Juda ham xursand bo'ldik oilangizdagi mehr muhabbatni ko'rib, ko'zlar, nazarlar tegmasin aslo. Bu muhabbatingizning mevalari bo'lmish farzandlaringiz ham sizga o'z dilizqorlarini she'riy shaklda bayon qilib jo'natgan ekanlar. Shularni o'qib eshittirsak maylimi? Rahmat. Jonim dadam, mening jon dadam. Borsiz shahdam tashlayman qadam, dunyoda
eng mehribon odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Nomingizga qo'ndirmayman gard. Joningizga yo'rolmasin dard. Siz dunyoda men uchun eng mard, dada sizni yaxshi ko'raman deb farzandlaringiz ham siz bilan faxrlanishlarini takror aytib, ularga bergan tarbiyangiz, chiroyli hayotingiz uchun tashakkurlarni izhor qilib, tabrik xatlarini yakunlabdilar. Rahmat, qizlarimga rahmat. Qizlarimga rahmat. Hammasi sog' bo'lsin. Qo'sha qarasin. Volib yesin, baxtimiz omon bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Farzandlaringiz Shohsanam opamiz, Nilufar opamiz hamda Baxtiyor akamiz va barcha nabirajonlaringiz sizning dunyodagi eng yaxshi dadajon, otajon ekanligingizni qayta aytdilar. Ilohim baxtlariga siz ham hamisha omon bo'ling deb qolamiz. Bugungi go'zal fursatdan foydalanib yoringizga, ahli ayolingizga aytar so'zlaringiz bo'lsa, siz ham yo'llashingiz mumkin. Ahli ayolingiz kundalik hayotda ham dil-izhorlarni aytib turadilarmi o'zingizga yoki bugungisi o'zgacha surpriz bo'ldimi? Aytib turadi, bugungisi surpriz zo'r bo'ldi. Mashalloh. O'zingiz surpriz bo'ldi. Mashalloh. O'zingizdan so'rasak, o'zingiz qachon aytgansiz yoringizga oxirgi marta? Alo. Eshtyapman. O'zingizdan so'rasak, o'zingiz qachon aytgansiz oxirgi marta ahli ayolingizga yaxshi ko'rishingizni, boringa shukur onajonisi deb qachon aytgandingiz? O narsani hamisha aytib kelamiz bir-birimizga bizlar. Ondan qaytmaymiz. Benim baxtimga omon bo'lsin. Ilohim. Sog' bo'lsin. Ilohim, qizlarim ularni baxtiga omon bo'lsin. Qo'sha qarib, volib yuraylik. Sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Hamisha shunday yuraylik. Ilohim. Hamma dilxorlar, rahmat senga. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Baxtli bo'laylik, sog'li bo'laylik. Endi gapim kelmay qolyapti o'zi. Xursandchilikdan nimadan men nomimdan ham bir yaxshi she'rni topingdagi men nomimdan bitta she'r aytib qo'yingiz yangangizga. Agar men bilasa nimalar she'rlarni aytib tashlagan ekan, gapim kelmay qolyapti o'zi. Albatta, muhabbatni kuchi shundayda, so'zlar ojizining ta'rifiga. O telefonlar qoli uyda u aytgan nimada hozir bu yerda bu nimada to'satdan nima bo'lgandan keyin ona boshqa bo'lib qolar ekan. Albatta. Umrning bu ko'rkam faslida sen bo'lding baxtning gulshonasi, tan olib aytaman aslida men seni sevaman onasi. Yor izlab yugurib chopganman, necha qalb eshigin yopganman, qidirib topganman, men seni sevaman onasi. Yashaylik baxtning gul qasrida, joyi bordir bizga bir xonasi. Tan olib aytaman aslida men seni sevaman onasi deb chiroyli she'rlarni sizning nomingizdan yoringiz uchun havola etmoqdamiz. Ilohim, qo'sha qarib baxtli saodatli hayot kechiringlar akajon. Har doim xonadoningizda shunday go'zal so'zlar, shirin so'zlar, kulgu tabassum yangrasin. Yoringiz baxtlariga, oilangiz baxtlariga o'zingizni ehtiyot qiling ilohim. Rahmat. Sizlar uchun rahmat. Oilangiz bilan baxtli bo'ling, qo'sha qaring, ishlaringiz rivojini tilayman. Onasini yaxshi ko'raman, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Omon bo'lsin. Ilohim, chiroyli suhbat uchun, go'zal tilaklar uchun rahmat akajon. Omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizlarga rahmat. Tilaklar uchun, tilaklar hammasi uchun katta rahmat bergan. Ishlaringiz rivojini bersin. Hamisha tabriklarni hammaga tarqatib yuringizlar. Rahmat, ilohim. Birga bo'lsin go'zal tilaklaringiz. Aytgansiz shunday bo'lsin, sog' bo'linglar. Rahmat. Yor
istagim mening. Yonimda bo'ling siz har doim mening. Yor 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 tilagim mening. Baxtimga sog' bo'ling har doim mening. Yor 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 istagim mening. Yonimda bo'ling siz har doim mening. Yor 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 tilagim mening. Baxtimga sog' bo'ling har doim mening. Birdek oqayapmiz umr yo'lida, taqdir yaratgan Robbim qo'lida. Birgamiz gohi bog' gohi cho'lida, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Birgamiz gohi bog' gohi cho'lida, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Biroz yelkangizga boshimni qo'yay, o'zimni tog'im deb erkalab suyay. Yagona baxtingiz boringiz bo'lay, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Yor 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 istagim mening. Yonimda bo'ling siz har doim mening. Yor 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 tilagim mening. Baxtimga sog' bo'ling har doim mening. Yor 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 istagim mening. Yonimda bo'ling siz har doim mening. Yor 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 tilagim mening.